Amir Temur bobomizning shunday gapi bo'lgan. Bizning buyukligimizni bilmoqchi bo'lsangiz, biz qurgan tarixiy me'moriy obidalarga boqing. Men Sherboboyev Lochinbek, Toshkent davlat sharqshunoslik universitetining 2-bosqich talabasiman. Mana bugun bizlar Qashqadaryo viloyatining Qamashi tumanida joylashgan Shayx Langarota maqbarasining tarixini bilgani keldik va uni kerakli xodimlardan so'rab bilib olamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Xush kelibsiz. Yaxshi, rahmat. Ziyoratingiz qabul bo'lsin. Murodingiz hosil bo'lsin. Nur Qo'shqarov Alloyar ismim, diniy xodimman. Endi bizga bu Langar ota maqbarasining tarixini, nechinchi asrga borib taqalishini ozroq ma'lumot berib o'tsangiz bizga. Bismillahirrohmanirrohim. Langarota maqbarasi 14-asr da qurilgan. Bizda madaniy meros obyektlari ro'yxatida turadigan qadimiy inshootlardan. Maqbarada 5 ta qabr sohibi, ya'niki Shayx Muhammad Sodiq Langarota pirimiz, u kishining mahram kishilari Sulton Ko'kaldosh qizi Qumrabeka, otalari Shayx Abul Hasan Ishqiy va bu kishining farzandlari Husayn Shayx va bu kishining shogirdlari Amir Kabak, Sariq ibn Jaka Bahodirlar qo'nim topgan joy. Langar so'zining lug'aviy ma'nosi tenglik degan nuqtada kelsa, Alloh taoloning bu kishiga bergan ilohiy mo'jizasi masjidlari va maqbaralarning teng nuqtada joylashganligi uchun bu zotga Langarota deb taxallus berilgan. Bu zotning haqiqiy ismlari Muhammad Sodiq Shayx. Bu kishi Ishqiya tariqatining vakillaridan, ya'ni otalari Shayx Abul Hasan Ishqiy haqida gapiradigan bo'lsak, Ishqiya tariqatining pirlaridan bo'lgan Shayx Muhammad Sodiq Langarota pirimiz milodiy 1460-yilda Samarqand viloyatida dunyoga kelganlar. Bu kishi Alloh taolaning izni irodasi bilan ilm o'rganib, shariat ilmida, ma'rifat ilmida, tariqat va haqiqat ilmida pirlik maqomini topgan zotlardan. Biz shuni ta'kidlab o'tishimiz kerak. Masalan, shariat ilmida pirlik maqomini topishlik uchun banda qancha ilmiy saviyada kerak bo'lsa, ma'rifatli odam deb 300 ta kitobni mutolaa qilishlik quvvati, ilmiy quvvati bor odamni nomlar ekan. Tariqat pirlari odam aqli yetmaydigan karomatlari bo'ladi. Endi haqiqat pirlari Alloh taolaga yetishgan zotlardan bu zotlar. Endi shu 4 ta ilm sohiblarini butun dunyoda 2 kishi, Mavlona Jaloliddin Rumiy pirimiz, O'rta Osiyoda yagona o'zlari, Shayx Muhammad Sodiq Langarota pirimiz tilga olinadi. Agar endi bu kishining tarixi bilan ustozlardan eshitganimiz, bu zot ahli solihlarning xizmatini Allohning roziligi uchun qilgan. O'zlari o'z davrida qozi kalon, ya'ni qozilarning raisi bo'lib ishlagan deydi. Shu ulug' maqomda turgan bo'lsa ham Allohning roziligi uchun shunday bir ulug' xizmat qilar ekanki, ahli solihlarning xizmatini qilib, ya'niki tahorat suv isitib qo'yar ekan. Bir qumg'on suv idishga tahorat suv isitib qo'ysa, masjid ahli 40 litr suv bir qumg'onga ketadigan bo'lsa, 80 kishigacha tahorat qilgan holatlari bo'lgan. Allohga ma'lum. Endi shunday ulug'lardan, ya'ni ustozlardan eshitganimiz. Shu qilayotgan ishini bironta bandani maqtav uchun emas, yoki o'zini qalbida men shunday ish qilyapman degan bir kibr uchun emas, yolg'iz Allohning roziligi uchun, Allohdan yo'lida Xudoning roziligi uchun yillar davomida bajarganda Alloh taolo bu zotdan rozi bo'lib, kunlardan bir kun o'tin topolmay shu qumg'onni bag'riga bossa, Allohning qudrati bilan suv qaynaydi. Shu qumgandagi suv qaynagan holatni ko'rganda ulug'lagan ustozlari shuni tushunib yetadiki, Alloh taoloning huzuridan bu kishiga bir ilmiy darajat yetganligini, ma'rifat yetganligini bilib, endi siz bilgan ilmingizni boshqalarga ta'lim berasiz. Alloh taolo iroda qilgan diyorlarga boradi. Shunda bu kishi 2 ta tuya bilan deydi safarga chiqqan. Safarga chiqish jarayonida bu kishiga ulug'lar tomonidan omonat, ya'ni hadya sifatida berilgan narsa, qarang, bu narsaga biz astoydil to'xtalishimiz kerak. Janob payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning muborak chakmonlari, xilxay muborak va Badr jangida kiygan bosh kiyimlari, kuloblari va yana Usmon ibn Affon roziyallohu anhu davrida chop etilgan Qur'on azmishan bu kishiga berilgan. Ana shu kishi bilan birgalikda kelib
Chiroqchi tumanida Qalqama Langarota ziyoratgohi bor. Agar bilsangiz, shu joyda tuyalar bir to'xtagan vaqtida ustozlari ana shu joyda qolgan. Kelib endi asta Yakkabog' tumani O'g'un qishlog'ida Chillabulog'ota ziyoratgohi bor. Ana shu ziyoratgohga kelgan vaqtida bu zotni deydi farzandlari dunyoga kelgan. Shunda bu kishi Allohdan iltijo qilib, 2 rakat namoz o'qib, suv chiqishini so'rab Allohga iltijo qilganda, shu hassasini 5 ta joyga urganda 5 joydan ham suv chiqqan. Ana shu Chillabulog'otada o'sib turgan chinor tirik tarix. Bu kishini hassalari Allohning izni irodasi bilan shu hassasini qadagan vaqtida deydi, shu hassalari o'sgan chinorga aylanib turibdi. Inshaalloh bu bugungi kunda bizning milliy tariximiz. Kelib bu kishi minib kelayotgan tuyalari masjidlarning atrofida, masjiddagi oladigan bo'lsangiz, mana narigi betda hozir aytdik tenglik nuqtasida. Shu masjidning atrofida shu tuyalar yotib qolgan. Tuyani yotib qolishini Allohning qazoyi qadari deb qabul qilib, hayotini oxirisigacha bu kishi shu joylarda umr guzoronlik qilib yashagan. Bu kishi 1545-yilda 85 yoshlarida olamdan o'tgan. Bu zot bu makonlarga kelib, dast avval masjidni, keyin otalarining vafotidan keyin maqbarani qurdirgan. Bu kishini shu joyda minglab shogirdlar yetishtirgan. Endi ulug'lardan doim bu narsa bo'lib kelganki, davom etib, bu zotlarning minglab shogirdlari bo'lgan. Shulardan deydi 363 tasi valiyulloh avliyolardan bo'lib yetishgan. Mana shu qabristonda 360 dan oshiq avliyolarni dafn etilganligi mana bugungi kunda biz ustozlardan bu narsani eshitganmiz. Endi bu kishini oldida turgan sag'analarga qo'yilgan qabr toshlariga keladigan bo'lsak, bu qabr toshlarda bandaga beriladigan ilmiy darajat agar bu qabr toshlarini borib o'zini oladigan bo'lsak ham bemalol e'tibor qilib qarasangiz, bu ilmiy darajat Alloh taoloning izni irodasi bilan avliyolikda 14 ta sifati bo'lsa, Alloh taolo lozim ko'rib kimgadir necha sifatni bergan, shu sifatlari bilan baholangan. Agar bu qabr toshlar haqida bir yaqinroq shu qabr toshlarni oladigan bo'lsangiz, agar mana qaraydigan bo'lsak, hammalarda har xil belgi bor. Lekin hamma shu qabr toshlarda belgi avliyolikning muhri belgilari. Bu kishini hozir aytganimizda 360 dan oshiq shogirdlari avliyo bo'lib Allohning yo'lida yetishib chiqqan, Allohning roziligini topib, mana shu joylarda bu kishilardan shu yaqin atrofda qabr toshlari olib kelib, buni ham mana chiroyli holatda shu terib qo'yilgan. Endi maqbara 2007-yilda buni qayta ta'mirlash ishlari o'tkazilgan. 2020-yilda yana boshqatdan bu mana tekislash ishlari, daraxt ekish ishlari va hokazo obodonlashtirish ishlari o'tkazilgan. Asosiy agar e'tibor qiladigan bo'lsak, bu yerda obodonchilik ishlarini barchasi mustaqillik ne'matining bir barakasi, mustaqillik yillariga to'g'ri keladi. Bu mustaqillik ne'matining barakasi bizga nafaqat Langarota ziyoratgohini, balki minglab tarixiy qadamjolarni, bizni ota-bobolarimiz, ajdodlarimizni inshaalloh qaytarib berdi. Mana qarang, shu joylarda oldin bir yolg'iz oyoqgina bir kichkinagina joylar bo'lgan. Mana bu hoji bobolardan, agar qari yoshi ulug'lardan so'rasangiz, zo'rg'a kelib mana shu joylarda ziyorat qilish holatlari bo'lgan. Lekin inshaalloh mustaqillik ne'mati bilan alhamdulillah mana shunday bir obod maskanga aylandi. Daraxtlar, gullar ekilishi, mana bu yo'llarni bir o'runiga tekislanishi va hokazo juda ko'p ishlarni biz sanab adoga yetmaymiz. Endi masjid haqida gapiradigan bo'lsak, 19 ta sutunlari bor, 2 xona bir ayvondan iborat. Albatta bu narsalar bizning tariximiz. Langarota tarixini agar yaxshi bilish, yaxshi bu kishini ilmiy saviyasini o'rganish uchun biz bir narsani aniq ayta olamizki, bu kishi haqida yozilgan kitoblar, bu kishining o'zi haqida yozilgan kitoblar ma'lum sabablarga ko'ra to'la to'kisligicha bizgacha yetib kelmagan bo'lishi mumkin. Bo'lsa ham bir joylarda turgandir. Lekin bu kishini bizga tanitadigan narsa, biz so'zimizni boshida aytganimizdek, Alloh taolaning izni irodasi bilan bu zotni shunday ulug' bir daraja topganligi, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning muborak chakmon, ya'ni xilqalarini bu kishiga berilishi, xilqai muborakni bu kishiga berilishligi, Usmon ibn Affon roziyallohu anhuning davrida chop etilgan Qur'on azmi shandi shu kishiga berilib shu joylarda saqlanishligi bu kishini qanday ilm sohibi ekanligini, bu kishining maqomi darajasi qanchalik ulug' bir inson ekanligini ko'rsatadi. Endi bu kishining tarixini biz soatlab gapirsak ozlik qiladi. Bu kishining tarixi yozilgan, inshaalloh mana kitoblar chiqdi bugungi kunda. Bu kitoblardan o'rganadigan bo'lsangiz,
bu kishi qilgan qanchalik ulug' ishlar, bu joyda o'tkazilgan qancha ekspeditsiya keyingi holatlar, hammasi juda bir chiroyli holatda tanishtirilgan. Inshaalloh bu narsalar bilan tanishsangiz juda maqsadga muvofiq bo'ladi. Rahmat sizga. Charchamang. Rahmat. Ziyoratlaringiz qabul bo'lsin. Murodingiz hozir. Rahmat sizga.